Okay, let's start. Hop, boshladik. Davom etamiz. Biz o'tgan videoyimizda sizlar bilan past simple haqida, ya'ni o'tgan oddiy zamon haqida gaplashgan edik. Bugun sizlar bilan fe'llar, ya'ni verbs haqida gaplashamiz. Ya'ni ingliz tilida fe'llar ikki xil turga bo'linadi. Ya'ni regular, bu yoqda mana regular, keyin irregular. Ya'ni regular degani to'g'ri degani, irregular degani noto'g'ri degani. Ya'ni fe'llar ikkita turga bo'linadi. Regular, ya'ni to'g'ri va noto'g'ri fe'llar. Ya'ni bizda fe'llar, mana deylik shu jadval bo'ladigan bo'lsa, bu fe'llar zamonlarga qarab o'zgaradi. Ya'ni misol uchun deylik osonidan boshlaylik. Misol uchun do so'zini olamiz. Do so'zi hozirgi zamonda, ya'ni qilmoq degani. Endi bunga biz o'tgan zamonda ishlatish uchun o'zi odatda biz nima qo'shardik? Xuddi tepadagiga o'xshab, mana bunga o'xshab id qo'shishimiz kerak edi. Lekin biz irregular, ya'ni noto'g'ri fe'llarda id qo'sha olmaymiz. Ya'ni id qo'shish mumkin emas. Idni o'rniga bizda alohida shuni o'tgan zamon uchun yasalgan shakli bor. Ya'ni birinchi qatordagilar hozirgi zamon uchun bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi qatorda xuddi shu so'zni o'tgan zamon shakli. Ya'ni do qilmoq, did qildi degan. Ya'ni bunga id qo'sha olmaymiz. Xuddi shunaqa, ya'ni fe'llar ikkita turga bo'lingan. Ya'ni agar biz unga id qo'sha olmasdan alohida o'tgan zamon uchun xuddi mana bu do, didga o'xshab shakli bo'lsa, bu irregular, ya'ni noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni agar biz id qo'sha olsak, ya'ni mana bunga o'xshab id qo'sha olsak, misol uchun deylik, mana bu yerdagi so'zlardan olaylik. Misol uchun work so'zi. Work so'ziga id qo'shamizmi o'tgan zamonda? Qo'sha olamiz. Worked degan narsa bor. Ya'ni bu to'g'ri fe'l bo'ladi. Agar biz id qo'sha olmasdan alohida shakli bo'lsa, xuddi mana bunga o'xshab, bular noto'g'ri fe'llar deyiladi. Ya'ni birinchidagi qatorda faqat hozirgi zamon uchun ishlatiladi. Ikkinchi qatordagi mana bu so'zlar qora rangdagi, ya'ni bold deyiladi. Qoraytirilgan so'zlar, bular hammasi faqat o'tgan zamon uchun ishlatiladigan so'zlar hisoblanadi. Ya'ni faqat o'tgan zamon uchun ishlata olamiz. Ya'ni begin boshlamoq, began boshladi, break sindirmoq, broke sindirdi, bring olib kelmoq, brought olib keldi. Xuddi shunaqa, qolganlari ham xuddi shunaqa, ya'ni bular ham xuddi shunaqa davomi. Endi aytishingiz mumkin, qayerdan bilamiz biz irregularmi yoki regularmi, ya'ni noto'g'ri fe'lmi yoki to'g'ri fe'lmi, qayerdan bilamiz? Bizda bunda ingliz tilida listi bor, ya'ni alohida jadvali bor. Shuni hammasini yodlab olsak, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Hozircha boshlanishiga faqat shuni o'zini, ya'ni bu yoqdagini o'zini yodlab tursak bo'ladi. Shularni yodlasak ham o'zi bu yoqda ancha bor. Xuddi shunaqa. Endi misollar ko'radigan bo'lsak, I usually get up early. Men odatda erta turaman. But lekin this morning, bugun ertalab, I got up at 9 o'clock. Lekin men get up degani, ya'ni turish degani edi. Lekin bugun ertalab men 9 da turdim. Ya'ni endi qaraymiz. Bu yoqda nimaga id qo'shilmagan? Chunki get so'zi ham bitta bor. Ya'ni getni o'tgan zamon uchun alohida bir shakli bor. Shuning uchun ham got bo'ladi. I got up at 9 o'clock. Ya'ni 9 da turdim. Yoki we did a lot of work yesterday. Biz qildik ko'p ish. Kecha biz ko'p ish qildik demoqchi. Ya'ni bu yoqda qilmoq so'zi bor edi, do bor edi. Endi buni o'tgan zamonda, ya'ni kecha deyotgani uchun didga o'zgardi. Ya'ni do it degan narsa ishlatilmaydi. Ya'ni biz bu yoqdagi ikkinchi shaklini ishlatamiz. Keyingisi, Caroline went to the cinema 3 times last week. O'tgan hafta, mana bu Carolina degan qiz kinoga 3 marta boribdi o'tgan hafta. Ya'ni bu yoqda go so'zi bor edi, ya'ni bormoq so'zi bor edi. Endi uni o'tgan zamon shakli, chunki o'tgan hafta degani uchun bu yoqda went ga ishlatilgan, ya'ni go ed degan narsa yo'q. Shuning uchun ham o'tgan zamon shakli mana bu yoqda bor. Mana go so'zini o'tgan zamon shakli qaysi ekan? Went. Xuddi shunaqa. Caroline went to the cinema 3 times. Yoki oxirgi misol, James came into the room, took off his coat and sat down. Ya'ni James come edi, adashtirmaymiz bu yoqda. O bilan yozilsa hozirgi zamonda bo'ladi. Come. Mana bu yoqda berilgan come so'zi, mana came bo'lsa o'tgan zamon bo'ladi. Ya'ni James xonaga keldi, took off his coat and sit down. Ya'ni bu yoqda take off degani yechmoq degani. Ya'ni u paltosini yechib qo'ydi va sit edi. Hozirgi zamonda, endi o'tgan zamonda nima bo'ldi? Mana bu yoqda berilgan sat down, ya'ni o'tirdi. Bu yoqda take off edi. Endi bu o'tgan zamonda take. Bu yoqdan qidiramiz. Take qani. Take. Mana take. Endi o'tgan zamon shakli took da. Xuddi shunaqa. Endi bu yoqda bitta narsa bor, e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bor. Mana bunga o'xshagan so'zlar bor. Ya'ni
Put. Ya'ni o'tgan zamonda ham, hozirgi zamonda ham bir xil. Yozilishi ham bir xil, o'qilishi ham bir xil. Put. Faqat bitta bu yoqda istisno holati bor. Ya'ni mana bu so'z bor, read so'zi bor. Read yozilishi bir xil bo'lsa ham, o'tgan zamonda ham, ya'ni qaraymiz, ikkitasi ham read deb yozilgan, ya'ni read ikkitasi ham. Lekin faqat o'tgan zamonda ishlatayotganimizda bu yoqda qavch deb yozib qo'ygan. Red xuddi qizilga o'xshab mana yozgan. Pronounce it red. Ya'ni read deb talaffuz qilamiz. Read red. Say said. Mana bilan ishlataveramiz. Ya'ni просто signal so'zga qaraymiz tarjima qilyapganda, keyin ishlatib ketaveramiz. Misol uchun, yesterday I put down my phone on the table. Misol uchun, men kecha telefonimni stolga qo'ydim. Bo'lsa, ya'ni yozilishi ham, o'qilishi ham bir xil, lekin gapni qanaqa holatda kelishiga qarab tarjima qilib o'zgartirib ketsak bo'ladi.